Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizlar o'tgan darsimiz mavzusi sonliq tengliklar va ularning xususiyatlari. Yani sonliq tenglik degan nima? Buni hammamiz yaxshi bilishimiz kerak. Bir so'zning tomiri tengligi, asosiy narsa tenglik. Demak, her ikki ifodaning sonliq ma'nosi teng bo'lsa, buni sonliq tenglik deb yozishga bo'ladi. Aytaylik. 5 köpeytilgen 8 teng 40 desek bu bize sonliq teng bo'ldi. Çünkü 5 7 8 40 40 bilen 40 o'zaro teng. Yoki 5 köpeytilgen 8 ni teng 43 ilingan 3 desek mi bu bizning bo'ldi? Sonliq tenglik bo'ldi. Bu yerda 5 7 8 40 43'tün 3'ni etsek ne buldu? 40 buldu. Ki bunu 5 köpeytilgen 8 ni aytaylik 20 köpeytilgen 2 deb yazsak buldu. 5 8 köpeysek 40 10 tarafından kaç çıktı? 40. Mana muştaq sonliq tenglik deb eğer ifadelerning sonliq ma'nolari o'zaro teng bo'lsa, bularni tenglashtirish orqali yani teng belgisini qo'yish orqali sonliq tenglikni yozishga bo'ldi. Endi sonliq tenglikning qanday xususiyatlari bor? Xususiyat. Sonliq tenglikning bundaq xususiyatlari bor. Eğer sonliq tenglikning har ikki tarafiga birdek sanni qo'shib etsa, birdek sanni ivetsa, noldan farqlanadigan songa bölüp etse ve her qanday songa ko'paytib etse, sonliq tenglikning sonliq ma'nosi bo'lmaydi, o'zgarmaydi. Aytaylik, şu 5 ko'paytirilgan 8 teng 40. Biz her ikki tarafiga aytaylik 5 sonini qo'shib beraylik, plus 5. Her ikki tarafiga. Uçaqning bo'ldi, son tarafı 5 ko'paytirilgan 8 qo'shilgan 5 bo'ldi. O'ng tarafı qancha bo'ldi? 40 qo'shilgan 5 bo'ldi. Endi hisoblab ko'raylik. 5 8 40 qo'shilgan 5. O'ng tarafida 45 chiqdi. Sol tarafida 45 ni qo'shsak 45 chiqdi. 45 teng qanchaga? 45 ga. Demak, bu xususiyatni yana bir qatim tushuntirib beray. Sonliq tenglik mana biz berildi. Her iki tarafiga 5 sonini qo'shib berdim. Her iki tarafiga 5 sonini qo'shib bersam, sonliq tenglikning ma'nosi o'zgarmadi. Demak, bundaq natija kelgili bo'ldi. Xulosiga, sonliq tenglikning her iki tarafiga birdek sonni qo'shib etsa, sonliq tenglikning ma'nosi o'zgarmaydi. Agar sonliq tenglik kechirsa, sonliq tenglik o'zgarmaydi. Endi yana shu 5 ko'paytirilgan 8 ning teng 40 tenglikning her iki tarafından aytaylik 7 sonini ivitaylik. O'shadan bo'ldi 5 ko'paytirilgan 8 ilingan 7 teng 40 ilingan 7. Sol tarafda 5 8 40 ilingan 7. O'ng tarafda 40 ni 7 etsek qancha? 33. Sol tarafda 40 ni 7 etsek 33 teng 33. Demek her iki tarafdan 7 ni ivettim. O'zini ko'rasizlar, ma'nolari o'zaro teng. Demak, sonliq tenglikning her iki tarafdan birdek sonni ivetsa, sonliq tenglik bo'lmaydi, o'zgarmaydi. Yani sonliq tenglik bo'lib qolaveradi. Kelasi 5 ko'paytirilgan 8. Endi mush misolningla 5 ko'paytirilgan 8 teng bizda qancha chiqadi? 40. Shunaqmi? Bu bizda sonliq tenglik. Her ikki tarafini aytaylik 3 ko'paytib beray. O'chaqning bo'ldi 5 ko'paytirilgan 8 nima 3 ko'paytma 40 nima 3 ko'paytma. Endi 5 8 40 40 ko'paytirilgan 3 o'ng tarafida 120 43 ko'paytsak 120 teng 120 ga. Demak, sonliq tenglik nima qildi? Saqlanib qoldi. Bu endi tenglik belgisi saqlanib qoldi. Hech narsa o'zgargani yo'q. Rost ma'nolari o'zgardi. Bu yerda asosiy gap buni tenglikda. Tenglik nima qilmadi? O'zgarmadi. O'tirgan teng belgisi o'z beticha qoldi. Demak, nima degili bo'ldi?
Sanlıq tənlikning hər iki tərəfini birdek sanğa köpəytməsə, sanlıq tənlik nima qilmaydi? O'zgarmaydi. Endi yana shunli misol 5 köpəytilgan 8 teng bizda 40. Her iki tarafını 0'dan farklıdan san bölüş gerek. Bir de 0'ga bölüş olmaydı. 4'gü bölüp bereylik. Uçağın bolu 5 köpeytilgen 8 bölüngen 4 teng 40'ını 4'ge nokadımız bölütümüz. 8 ve 4 kısıraydı. 1'den 2'den 5'e 2 10. 4 40'ını 10'a bölsek 10. Demek sanlıq tenglikinin her iki tarafını 0'dan farklıdan san bölüp etse sanlıq tenglik nokmaydı. Özgermeyi öz bitişe kalaydı. Ana qaranglar dostlar. Endi buni narsalar eskartib ketishni men durust ko'rdim. Ba'zi bir amallarda sonlarni o'rni almashtirishga bo'ldi, ba'zi bir amallarda almashsa sonliq ma'nosi o'zgardi. Qo'shish va ko'paytirish amallarida sonlarni o'rnini nima qilgan bo'ldi? Almashtirildi bo'ldi har ikki sonning. Endi bölüş hem iliş əməllərdə sanlarının ornunu almaşdırıqlı nima bolmaydı. Çünki İtalyok 5 köpəytilgan 2 deganimiz bu 2 köpəytilgan 5 shunaqo. 5'e 2 10, 2'de 5 10. Endi qaranglar 5 bölüngen 2 ve 2 bölüngen 5. 5'ni 2'ye bölsek 2,10'dan 5 çıkdı bizde. 2'ni 5'e bölsek 0,10'dan 4 çıkdı. Şu sebepten Muhtemelen neresi itibar beriş gerek. Qo'shish ve köpəyiş əməldə sanların o'rni almashsa, sanlıq mənası muqmaydı, özgermeydi. Endi bölüş ve iliş əməlləri də sanların o'rni almashtırıb etsanlar, o çağda bir sanlıq tenglik saqlanmaydı birinçiden. Hem mənalar nima her türlük kelip çıkıdı. Muhtemelen nersini bilip qo'yganlar durus. Endi sanlıq tenglikning bunday yana xususiyatlari bor. Agar bizga ikki sanlıq tenglik bilse bularni azalab qo'shqin bo'ldi. Ya'ni bu bizi birinchi tenglik, bu bizi ikkinchi tenglik. Azalab degan qanday sol tarafini qo'shqin bo'ldi. Yoki o'ng tarafini sol taraf qo'shqin bo'ldi. İtalyok sol tarafni o'zaro qo'shaylik. A qo'shilgan C teng B qo'shilgan D. Yoki sol tarafı o'ng tarafini qo'shqin bo'ldi. Ya'ni A qo'shilgan D teng B qo'shilgan C deb yazgılı bo'ldi. Shundaqla bu yerda o'zaro alg'ilim bo'ldi, ko'paytkinim bo'ldi, ham bo'lginim bo'ldi. Bo'lganda, yani bölgüçünün ma'nosi bo'lmashi kerak, 0 bo'lmashi kerak. Buni e'tiborga olishimiz kerak. Qani unaqda misollarga ko'chaylik. 15 bölüngen 5 inligan 12 teng -9. Muşu tenglikning her iki tarafiga 5 sonini qo'shinglar deydi. Onun için sol taraftaki ifadenin barlığını yazıp almaz. 15 bölüngen 5 inligan 12 deyimizde qo'shilgan 5 deyimiz. Mana ifadeni öz piç küçedik 5'ni qo'shib. Teng. O'ng tarafki ifadeni öz piç küçirmiz. Qo'shilgan 5 deb yazımız. Endi hesaplaymiz. 15'ni 5 bölünsek 3. 3 inligan 12 qo'shilgan 5. Teng. O'ng taraftaki sanlıq ma'no qancha chiqdi? -9 plus 5 bizde -4 chiqdi. Endi biz sol tarafni hisoblab ko'raylik. 3 inligan 12 -9, -9 plus 5 -4. Sol tarafta -4 chiqdi. Teng. O'ng taraftaki ma'noni ko'chiramiz bu yoqqa -4. Demak, -4 bilan -4 o'zaro teng. Demak, biz nima qildik? Sanlıq tenglikni har ikki tarafiga 5 sonini qo'shdik, ham sanlıq tenglik nima qilmadi? O'zgarmadi. Kelesi biz bundaq misol 15 bölüngen 5 -9 teng -6. 0,14 teng 20 bölüngen 2 ile 9,16. Bu her iki tenglikni deydi, bu sanlıq tenglerini azalab köpeytinlaydı. Biz tenglikning sol tarafını, bu ikinci tenglikning sol tarafı köpeytsek bo'ldi, o'ng tarafı köpeytsek bo'ldi. Yoki sol tarafını o'ng tarafı köpeytsek bo'ldi. Bunu o'ng tarafını, bu ikinci tenglikning sol tarafı köpeytsek bo'ladi. Qani undaqda birinchi tenglikning sol tarafını yazib olay. 15 bölüngen 5 -9. Bu bizde birinci tenglikning sol tarafı tırnaqçıq alma.
ikkinchi tenglikning sol tarafini yozib olaylik. Ko'paytirgan 0.14. Demak, birinchi tenglikning sol tarafini ikkinchi tenglikning sol tarafiga ko'paytim. Teng. Demak, o'ng taraflarni o'zaro ko'paytiramiz. O'ng taraf qancha bizda? -6. Ko'paytirilgan tirnoqning ichida ikkinchi tenglikning o'ng tarafini yozma 20 bo'lingan 2 ilingan 9.16. Bu yerda nima tushungilim bo'ldi? Birinchi tenglikning sol tarafini ikkinchi tenglikning sol tarafiga ko'paytdim. Tenglik belgisini qo'ydim. Birinchi tenglikning o'ng tarafini ikkinchi tenglikning o'ng tarafiga nima qilib ko'paytdik. Bu sonliq tenglik xususiyatlaridan kelib chiqadi. Endi hisoblab ko'raylik. 15 ni 5 ga bo'lsak qancha chiqadi bizda? 3 ilingan 9 köpeytilgen 0.14'ünü üst peç köçürme teng. Minus 6'nı üst peç köçürey. 20'ni 2'ye bölsek bizde kaç çıkıdı? 10 çıkıdı. 10 ilingan 9.10'dan 6. Yani hesaplayımız 3'ten 9'dan alsak minus 6 köpeytilgen kaçı? 0.10'dan 4. Teng. Bir yerde bizde minus 6 köpeytilgen 10'dan 9'dan 6'nı evetsek kaç oldu? 0.10'dan 4. Demek üzerine körüvasıyla her şekil taraftaki köpeytkişler ezalarımı özara teng. Minus 6 0.4 köpeytsek minus 2.10'dan 4 teng. Sol taraf 10 taraf kaç çıktı? Minus 2.10'dan 4. Demek sanlık tengliklerini ezalap köpeytse sanlık tenglikleri kulu saklandı. Kelesi bizim misalımız minus 5'in kvadratı qo'shilgan 10 ko'paytgan 2 sonliq tengligining sonliq tenglik bo'lalaydigan jupini topinglar. Endi nima degili bo'ldi? Bu ifodaning ma'nosiga berilgan ifodalarning qaysi ma'nosi bo'ldi? Teng bo'ldi. Onun uchun biz bu yerda hisoblashga keladigan ifodalarning ma'nosini topib olishimiz kerak. Qani undaqda berilgan ifoda ma'nosini topaylik. Minus 5 ning kvadrati qo'shilgan 10 köpeytilgen 2. Tamam. Bu bizde minus 5'nin kvadratı bu bunun farkı var. Qaranglar, buna narsa itibar berishimiz kerak. Agar tırnaqning ichida minus 5 yozilib tishida kvadrat bo'lsa, u chaqda bu nima so'z? Minus 5 ni minus 5 ko'payt degan ma'noni bildiradi. Cevabı 25 çıkıdı. Ama minus 5 hiç qanday tırnaqsız berilse bu nima deganini bildirdi? Minus 5 köpeytilgan 5 deganini bildirdi. 5 7 5 25 bu minus tamıqsi bilan minus 25 bo'ldi. Mujnaq narsaga e'tibor berish kerak. Qiyin undaqda bu minus 5 ning kvadrati bizda minus 25 qo'shilgan 10 köpeytilgen 2. Minus 25 qo'shilgan 10 bizde ma'nosi minus 15 bo'ldi. Minus 15'i 2 köpeytsek cevap qancha chiqadi? Minus 30. Endi berilgan bu 4 javobning ichida mana 1, 2, 3, 4 tal javobning ichida qaysi minus 30 bo'ldi? Bu bizde minus 30 emas. Endi 10'ning 40'ına alsak qancha chiqadi javobi? Minus 30. Bu bizde cevap olaydı. Yoki cüp olaydı. Minus 5'in 6 köpeytsek minus 30. 0.30 bulamaydı. Demek qani undaq bo'lsa cüplerini yazaylik. Minus 5'nin kvadratı qo'shilgan 10 köpeytilgan 2. Bunun ma'nosi qancha chiqdi bizda? Minus 30. Bu yerda qaysi minus 30 chiqdi? Mana 10 ilingan 40. Demek 10 ilingan 40. Mana bizning birinchi cüpimiz ketdi. İkinci cüpümüz yana qayta minus 5'nin kvadratı qo'shilgan 10 tırnaqchayib köpeytilgan 2 teng. Yana qaysi ma'nosi biz minus 30 yani minus 5 köpeytilgan 6 minus 30 dursa demek minus 5 köpeytilgan 6 deb bu cüplarni mushta yozib qo'ysam hisobim kelib chiqdi. Kechirsizlar. Kelasi biz bunaqa hisob 9 degan son 200 tal yozilibdi. Qo'shilgan 2 degan sonlar 200 tal yozilibdi. Bu har ikkilisining qo'shunisi tepish kerak. Qancha bo'ldi? Onun uchun biz eng oddiy misollar bilan bunday narsa tushunib olaylik. Aytaylik. 999 ga 222 ni qo'shaylik. Ya'ni 3 tal 9 ham 3 tal 2 yozilgan sonlarni qo'shaylik.
Bu yerda bizda 9'dan 3 tal, şundaq-ku. Hem 2'dimi 3 tal. Qani undaqda qo'shaylik. Qo'shsak qancha bo'ldi bizda? 1221 bo'ldi. Ana qaranglar. Bu yerdagi o'ttirdagi 2 soni qancha tal bizda? 2 tal. Demak, o'ttirdagi 2 soni 9 tal yoki bu bergan raqamlarning sonidan 1 ga kamroq. Ya'ni 3 tal 9 bilan 3 tal 2 ni qo'shsak, o'ttirdagi 2 lar soni 2 tal bo'ldi. Bu oldiga 1 lar mushtaq qolaverdi. Kelasi, endi 4 tal 9 talni qo'shib boqaylikchi. Ya'ni 9999 bilan 2222 ni qo'shaylik. Bu yerda bizda 4 tal 9, 4 tal 2 durustmi? Endi qo'shaylik. Bu yerda qancha chiqdi bizda? 12221 chiqdi. Agar biz qo'shgan bo'lsak. Ana qaranglar. O'ttirdagi 2 lar soni qancha tal bizda? 3 tal. Shundaq-ku. Berilgan qo'shilishlardagi raqamlar soni qancha taldan bo'lganda? 4 taldan bo'lgan. Demak, nima tushunigili bo'ldi? Bu yerda bu sonlarni o'zaro qo'shganda birinchi ham oxirgi raqamlari 1 bo'ldi. O'tirdagi 2 lar soni berilgan raqamlardan 1 ga kamroq bo'ldi. Ya'ni 9 tal bo'lsa 3 tal bo'ldi. 3 tal bo'lsa 2 tal bo'ldi. Demak, bularni o'zaro qo'shsak, ya'ni bizda qancha tal beribdi bizda? 200 tal qo'shilgan ham 2 degan raqamga yozilganda qancha tal beribdi bizda? 200 tal beribdi. Demak, buni javobi nima bo'ldi? Oldi 1, oxiri qancha? 1 bo'ldi. O'ttirdagi 2 lar soni qancha tal bo'ldi? 4 tal bo'lganda 3 tal bo'ldi, 3 tal bo'lganda 2 tal bo'ldi. 1 ga kamroq. 200 tal bo'lsa demak qancha tal bo'ldi? 199 tal bo'ldi. Demak, o'tirdagi 2 lar soni 199 tal, 5 va oxiri 1 bilan oyoqlashadi. Kelasi biz buna misol A va B sonlari berilibdi. A ning ma'nosi qancha? B ning ma'nosi qancha? A bilan B ni ko'paytib, A bilan B ni ko'paytirib 2 ni qo'shgandagi ma'nosi qancha deydi. Qani chaqda A ning ma'nosini topaylik. A ning ma'nosini topganda bu yerda barlig'ini qo'shni tepishimiz kerak. Ya'ni -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16. Bu yerga barliq sonlarni o'zaro qo'shishning mandaq bir usuli bor, ya'ni Gauss usuli deydi. Qaranglar. Birinchi son bilan oxirgi sonni qo'shay. Qancha chiqdi? -25 chiqdi. Shundaq-ku. Ikkinchi son bilan oxirgi sonni olgandiki ikkinchi sonni qo'shay. -10 bilan -15 qo'shsa -25 bo'ldi. Shunday qilib bu yerda qo'shsak -25, bu ikkisini qo'shsak -25. Demak, -25 soni qancha tal bor? 4 tal bor. 1, 2, 3, 4. Demak, buni -25 ko'paytirilgan 4 deb yozilgan bo'ldi. Peki qancha? Bizda -100. Demak, A soni ma'nosi -100. B soni ma'nosi-chi? B soni ma'nosi bu bizda 5-sinfda hisob etsak bo'ldi. 2 bilan 2 qisqaradi, 3 bilan 3 qisqaradi. Demak, berilgan kasrlarda oldidagi kasrning maxraji bilan keyingi kasrning nima qilsa surti qisqaradi. Ya'ni buni 2 kasrni qarashtirsak, berilgan kasrning maxraji bilan ikkinchi kasrning surti qisqaradi. Shu chaqda bizda B sonida 2 bilan 2 qisqaradi, 3 bilan 3 qisqaradi, 4 bilan kelasi sonning 4 qisqaradi. Shu chaqda oxirida o'zinglar yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bu 9 qisqarib, faqat javob qancha qoldi bizda? 10 bilan 1 qoldi. Endi bu yerga son qancha tal? 2 dan boshlanayotgandan keyin 2, 3, 4 deb 10 sanaydan bo'lsa bizda 9 tal raqam bo'ldi. Ya'ni 9 tal minus degan so'z. 9 tal salbiy sonni ko'paytirsa salbiy son minus qancha bo'ldi bizda? Surtida qisqarmagan 1 qoldi. Bu yerda qisqarmagan 10 qoldi. Ya'ni qaytarib beray, 2 bilan 2 qisqarsa 3 bilan 3 qisqaradi. Kelasi kasr qancha bizda? -5 ni 4. Demak, 4 bilan surtiga 4 qisqaradi. Shunday qilib qisqarib ham 9 mi qisqaradi, biroq faqat bu 10 qisqarmay qoldi. Demak, B sonining ma'nosi -10 dan 1. Endi A bilan B ni ko'paytib 2 ni qo'shish kerak. Demak, A soni bilan B sonini ko'paytib 2 ni qo'shganda bizda buni xibat chiqadi. A ning ma'nosi bizda -100. Ko'paytirilgan B ning ma'nosi -10 dan 1. Qo'shilgan 2.
Hesaplasak her ikisi qisqaraydi. 10'dan tegidi. Salbiy sonning ko'paytisi ijobiy son, ikki salbiy son ko'paytisi bizda 10 qo'shilgan 2 teng 12. Shuna hurmatli do'stlar, bugungi bizlarga darsimiz oyoqlashdi. Barlarning diqqatiga ko'pdan-ko'p rahmat. Ders bo'yicha o'zingizning fikringlar, iltimoslar bo'lsa kommentariy yozib qo'yinglar. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.